Yangi hikoya o'xshash uslubda on belgi. O'sha kecha osmon go'yo yerga yiqilib tushgandek eglardi. Yomg'ir shivalab emas, chelaklab quyardi. Chaqmoq chaqqanda ko'z oldimda faqat qorong'u omborning zax devorlari va mening aka deb atagan insonimning o'zgargan nigohlari miltillardi. Mototsiklning sovuq temiri yomg'irdan shalabbo bo'lgan kiyimlarimga yopishib, tanamni kuydirayotgan o'sha taqiqlangan haroratni yanada kuchaytirardi. Men o'sha tunda nafaqat sovuqdan, balki ichimdagi olovdan qaltirardim. Uyga chiqmasang kasal bo'lasan, dedi u. Bu gamxo'rlikmidi yoki tuzoq? Taqdirimni ostin-ustun qilgan o'sha mash'um tun hikoyasini tinglashga tayyormisiz? Assalomu alaykum, qadrdonlar. Omomoni hikoyalari kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga aytib beradiganim shunchaki voqea emas. Bu ishonch, yashirin ehtiros va inson irodasining sinovi haqidagi haqiqiy iqror. Hukm chiqarishga shoshilmang, chunki hayot biz o'ylagandan ko'ra murakkabroq. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va keling, bu sirli tun pardasini birga ko'taramiz. Mening ismim Dilnoza. Bu voqea sodir bo'lganida endigina 22 yoshda edim. Toshkent yaqinidagi kichik qishloqda o'sganman. Oddiy, samimiy muhit. Ko'chamizda hamma bir-birini tanirdi, hamma bir oiladek. Hikoyamning asosiy qahramoni Bobur aka. Ular bizga qon-qarindosh emasdilar. Lekin qo'shnimiz, otamning yoshligidagi do'stining o'g'li bo'lgani uchun bolaligimdan uni Bobur aka deb chaqirardim. U qishlog'imizning eng kelishgan, eng ishonchli yigiti edi. Qora ko'zli, keng yelkalari, doim jilmayib yuradigan. Mototsikli bor edi, qora rangli Honda. O'sha mototsiklning ovozi eshitilganda yuragim allanechuk bo'lib ketardi. U bizni himoya qilardi, og'irimizni yengil qilardi. Men unga o'z akamdek, himoyachimdek qarardim. Lekin qiz bolaning qalbi baribir boshqacha ekan. Balogat yoshiga yetganim sari unga bo'lgan munosabatim o'zgarayotganini sezardim. Unga aka deb murojaat qilsamda, ichimda boshqacha bir iliqlik uyg'onayotganini bilardim. Bu hislarimni qattiq sir tutardim. Chunki u Bobur aka edi. Bizning oramizda ko'rinmas devor bor edi, yosh farqi, aka-singil munosabati, qishloq odamlari gaplari. O'sha yili bahor kech keldi. Dalada ish qizigin payt, sabzavot ekish, suv tashish. Men ham uydagilarga yordam berish uchun dalaga chiqardim. Bobur aka esa dalalar oralab mototsiklida suv tashiydi, ishchilarga tushlik olib kelardi. Har safar mototsiklini to'xtatib, dubulgasini yechganda peshonasidagi terlar quyoshda yaltirab ketardi. U menga qarab, Dilnoza, charchamadingmi? O'zingni urintirma, derdi. Uning bu oddiy gamxo'rligidan men 7-osmonda uchardim. Ammo bu hislarimni hech kimga aytmasdim. O'sha kuni kechgacha dalada qolib ketdim. Uydagilar allaqachon qaytishgan. Men esa oxirgi qator sabzavotlarni sug'orish bilan ovora edim. Qosh qorayib qoldi. Bahorning havosi aldamchi, kunduzi issiq bo'lsa ham, kechki tomon suyakni zirqiratadigan sovuq turadi. Birdan osmonni qora bulutlar qopladi. Uzoqdan momaqaldiroqning vahimali ovozi eshitildi. Yomg'ir shivalab yog'a boshladi. Men qo'rqib ketdim. Dalada zulmatda yolg'iz qolish. Bu dahshat edi. Yo'lga chiqib birorta mashina kutib turardim. Hech kim yo'q. Yomg'ir kuchaydi. Sovuqdan tishimga tegmay qaltiray boshladim. Shu payt uzoqdan tanish mototsikl chirog'i ko'rindi. O'sha ovoz najot farishtasi kabi. Bobur aka yetib keldi. U yonimda to'xtadi. Dilnoza, bu yerda nima qilyapsan? Hamma ketdi-ku, deb baqirdi u motor shovqini ostida. Qolib ketdim aka, meni olib keting, dedim yiglab. O'tir tezroq. Hozir jala quyib yuboradi, dedi u kurtkasini yechib menga uzatdi. Men uning ortiga o'tirdim. Kurtkasi hali ham uning taftini saqlab qolgandi, issiq, tanish, xavfli. Mototsikl joyidan jildi. Men yiqilib ketmaslik uchun va ehtimol ichimdagi xohish tufayli uni belidan mahkam quchoqlab oldim. Biz shamoldek uchardik. Yomg'ir endi shivalab emas, chelaklab quyardi. Ko'z ochib bo'lmasdi. Mototsikl yo'lda sirpanib ketardi.
Birdan kuchli chaqmoq chaqdi va mototsikl ochib qoldi. La'nati, dedi Bobur aka. Motorni tepib yurmadi. Dilnoza, bu yerda qolib bo'lmaydi. Ana narigi tomonda eski ombor bor. O'sha yerga boramiz. Biz yugurib eski omborga kirdik. Uning tomi teshik bo'lsa ham panoh bo'la olardi. Ichkari zimziyo, zax va sovuq edi. Bobur aka telefonning chirogini yoqdi. Men shalabbo bo'lgandim. Koylagim badanimga yopishib qolgan, sovuqdan butun tanam titrardi. Lablarim ko'karib ketgandi. Bobur aka menga qaradi. Uning nigohida avval gamxo'rlik, keyin men ilgari ko'rmagan galati bir olov paydo bo'ldi. Dilnoza, sen muzlab qolibsan-ku, dedi u ovozi o'zgarib. Kiyimlaringni siqib olish kerak, bo'lmasa zotiljam bo'lasan. Men uyalib o'zimni panaga oldim. Yo'q aka, shunday turaveraman, dedim tishimga tegib. Qaysarlik qilma. Hozir kasal bo'lib qolsang, onangga nima deyman, dedi u va menga yaqinlashdi. Uning yaqinlashishi meni ham qo'rqitdi, ham galati bir tarzda hayajonlantirdi. U qo'lini uzatib ro'molimni yechdi. Sochlarim yomg'irdan ivib yelkamga tushdi. Qara, hamma joying hol, dedi u pichirlab. Keyin qo'llarini ko'ylagimning tugmalariga olib bordi. Aka, nima qilyapsiz, dedim ojiz ovozda. Yordam beryapman. Faqat yordam, dedi u, lekin nafasi yuzimga urilardi. Uning nafasi issiq edi. Men qarshilik qilolmadim. Sovuqdanmi yoki uning sehridanmi, bilmayman. Qotib qolgandim. Ustki kiyimni yechdi. Men ichki kiyimda qoldim. U yatdan yer yorilmadi, men kirib ketmadim. Lekin u kozlarni olib qochmadi. Ishtoning ham hol-ku, dedi u. Bu gapdan keyin yuragim to'xtab qola yozdi. Yo'q, iltimos, Bobur aka, deb orqaga tisarildim. Lekin u to'xtamadi. Kasallik yomon, Dilnoza. Hech kim yo'q-ku. Men o'z akangman. O'z akangman degan so'z o'sha lahzada eng katta yolg'on edi. Chunki aka singlisiga bunday qaramasdi. U tiz cho'kdi va sekin mening ivib ketgan ishtonimni pastga torta boshladi. O'sha lahzada vaqt to'xtadi. Tashqarida momaqaldiroq gumburlardi. Lekin ombor ichida faqat bizning og'ir nafas olishimiz eshitilardi. Men yalang'och qoldim. Sovuq havo badanimni chaqardi. Lekin Bobur akaning qaynoq kaftlari boldirimga tekkanda men kuyib ketdim. U o'rnidan turdi. Ko'zlarimga tikildi. Biz bir-birimizga juda yaqin edik. Dilnoza, dedi u bogiq ovozda. Sen qachon bunday ulgayding? U meni bagriga bosdi. Uning tanasi olovdek edi. Men uni itarishim kerak edi. Bu gunoh, bu uyat deb baqirishim kerak edi. Lekin tanam, xoin tanam uning issiqligiga talpindi. Men ham uni quchoqladim. Uning lablari mening bo'ynimga, yelkamga tegdi. Har bir o'pish meni jarlikka yetaklardi. Aka, qilmaylik, deb pichirladim. Lekin bu qarshilik emas, iltijo edi. Endi kech, dedi u va meni eski omborning quruq somonlari ustiga yotqizdi. O'sha tunda nimalar bo'lganini batafsil aytib berolmayman. Faqat shuni bilamanki, o'sha tunda men bolaligim bilan xayrlashdim. Mening akam deb yurgan insonim meni ayolga aylantirdi. Yomg'ir bizning gunohimizni yashirdi. Momaqaldiroq esa faryodlarimni bosib ketdi. Bu zorlash emasdi. Bu chorasizlik va yashirin ehtirosning portlashi edi. Ikkalamiz ham xohlagan edik, u ochiqchasiga, men ichimda yashirib. Tong otganda yomg'ir tingandi. Biz bir-birimizga qaray olmasdik. Bobur aka menga kiyimlarimni uzatdi. Ular deyarli qurigandi. Dilnoza, meni kechir, dedi u boshini egib. Men o'zimni yo'qotib qo'ydim. Men indamadim. Nima ham derdim? Ichimda bo'shliq paydo bo'lgandi. Biz qishloqqa qaytdik. Hech kim hech narsani sezmadi. Mototsikl buzilib qolibdi, omborda jon saqladik, dedik. Hamma ishondi. Lekin biz endi avvalgidek bo'la olmasdik. Har safar ko'chada ko'rishganimizda uning ko'zlarida o'sha tunning xotirasi, mening ko'zlarimda esa uyat va sog'inch aralash azob bor edi. Oradan vaqt o'tdi.
Bobur aka uylandi. Boshqa qizga. Men uning to'yida xizmat qildim. Yuragim qon yigladi, lekin kulib turdim. Mening taqdirimchi. Men o'sha tunning siri bilan yashayapman. O'sha ombor, o'sha yomg'ir va yechilgan kiyimlar. Bu xotira meni butun umr taqib qilsa kerak. Ba'zan o'ylayman, agar o'sha kuni yomg'ir yog'maganda, agar mototsikl buzilmaganda hayotim qanday bo'lardi. Lekin taqdirda agar degan so'z yo'q ekan. Azizlarim, hayotda shunday lahzalar bo'ladiki, birgina qadam butun umringizni o'zgartirib yuboradi. Hissiyotlarga berilmang, aqlingizni yo'qotmang. Mening hikoyam sizga saboq bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar hikoyam yuragingizga yetib borgan bo'lsa, o'z fikringizni yozib qoldiring. Ba'zan inson o'z baxtini o'zga birovning gunohida toparkan. O'sha tunda ombor eshigini ochganimda men nafaqat panoh topganimni, balki o'z taqdirimning taqiqlangan sahifasini ochganimni bilmasdim. Endi esa men boshqa odamman. O'sha kecha menga o'rgatgan narsa, ba'zi olovlar hech qachon so'nmasligini. Ular faqat ichkarida yonib, seni butunlay kuydirib yuboradi. Assalomu alaykum, qadrdonlar. Omomoni hikoyalari kanalimizga xush kelibsiz. Hikoya taxminan belgi atrofida. Kerak bo'lsa davomini yoki boshqa variantini yozaman.